Aka keldim mashinangiz oldiga. Assalom. Aka charchamasizmi? Sizni sog'liqlashib bo'lyapmishlar. Bismillah. Vallahi. Mejigardan ekan. Ha, akkumulyator yaxshi ekan. Endi ehtiyojat kaltni olib ishlatsangiz ham mayli, elektrik ko'rsatguncha bilib bo'lmaydi endi. Yana ochmay qolsa yana muammo bo'ladi. Vallahi aka. 100 ming so'm bering bo'ladi aka. Aka, rozi bo'lasiz? Ishlaringizni bajar aka. Xo'p.